Assalomu alaykum. Mening ismim Hasan va Shuhrat. Bugungi darsimizda sizlar bilan HTML CSS ning vazifasi nima ekanini o'rganamiz. HTML va CSS nima? HTML so'zining ma'nosi Hypertext Markup Language. Sahifaning skeleti, salavhalar, paragraflar, rasmlar, havolalar joylashtirsak bo'ladi. CSS esa ya'ni stil, cascading style sheets, rang, shrift, o'lcham, joylashuv chiroyli qilish uchun kerak bo'ladi bizga. JavaScript esa harakat uchun. Misol uchun HTML saytning skeleti bo'lsa, CSS unga dizayn beradi, rang qo'shadi, teri beradi. JavaScript esa uni harakatlantirib beradi. HTML tek anatomiyasi. Href bunga link qo'ysak bo'ladi. Tag nomi href atribut, bu esa qiymat, Google mazmun o'sha ya'ni nomi, yopilishdagi Eng muhim HTML taglari. Xo'sh, buni kodda yozib ko'rsatadigan bo'lsam, yangi papka ochamiz. Misol uchun HTML va CSS. Visual Studio ochib olamiz. Mana bu yerdan esa index.html deb yozib olamiz. Shift bilan enter Shift 1 enter bosadigan bo'lsak, bizga kodlarni chiqarib beradi. Bu yerda h1 h1 dan h6 gacha sarlavha taglari. Bular juda ham ko'p asqotadi. h1 asosiy sarlavha tagi, h2 esa ikkinchi darajali sarlavha. Bularni yozib ko'radigan bo'lsak, masalan, birinchi dars HTML va CSS. Bu yerga natijasini ko'rish uchun papkani bosib indeksga kiramiz. Mana natijamiz chiqdi. Endi xuddi shu tekstni h2 ga yozib ko'ramiz. Mana farqini ko'rishingiz mumkin. H1 da ko'pincha sarlavha elementi, saytning nomi, shunaqa narsalar. H2 da ko'pincha tekst, bu ham sarlavha. P tagini ko'radigan bo'lsak, paragraf elementi matn yozishda ishlatiladi. P elementi. Bu yerda P. Bu yerda lorem kodidan foydalansak bo'ladi. Lorem misol uchun 50. O'zi kerakli so'zlarni yozib beradi bizga. Yana saytni yangilagan vaqtimizda mana P ko'pincha o'sha tekstlarni yozishda bizga asqotadi. Ro'yxat yaratishimiz uchun ul va li kodlardan foydalansak bo'ladi. Havola a bilan qo'yiladi, rasm esa image tagi bilan qo'yilgan bo'ladi. Bu yerda natijasini ko'rsangiz bo'ladi kodlarning hammasini. Xo'p, CSS qanday ishlaydi? CSS misol uchun h1 kodiga rang yoki shunaqa style beramiz. Bu yerga bu yerdan mana bu yerga style.css deb yozib olamiz. Misol uchun avval birinchi biz CSS ni ulashimiz kerak. Mana shu yerdan link deb yozib nokta slash bilan style css h1 ga biz style berib ko'ramiz. Jingalar qaus albatta. Misol uchun color blue. Text align center joylashuv. Natijani ko'radigan bo'lsak, mana rangi ham o'zgardi va centerga joylashdi, o'rtadan joylashdi. P ga va A taglariga hammasiga xuddi shunaqa bersak bo'ladi. Mana natijasini ko'rsangiz bo'ladi.
Ha, aytgancha buttonga ham xuddi shunaqa CSS dan style beramiz. CSS selektorlari. CSS da 4 ta selektorni o'rganamiz. Tag selektori barcha H1 taglarni tanlaydi. ID selektori ID atributi yagona elementni tanlaydi. Class esa o'sha ya'ni class nom atributi elementlarini tanlaydi. Universal selektor sahifadagi barcha elementlarni tanlaydi. Quti modeli ya'ni box model. Margin elementlarning orasidagi tashqari bo'shliq, border esa elementlarning atrofidagi chegara chizig'i, padding content va chegaraning oldidagi ichki bo'shliq, content esa masalan matn, rasm yoki boshqa birorta content joyi. Flexbox joylashuvi. Justify content flex start kodimiz. Misol uchun bularni rasm deb oladigan bo'lsak, ketma-ketlikda joylashtirib beradi. Justify content center esa hammasini o'rtadan joylashtirib beradi. Justify content space between esa hammasini yoyib, orasini ochib, keng qilib joylashtirib beradi. Yana kodimiz flex direction column esa tepa past qilib joylashtirib beradi. Bugun nimalarni o'rgandik? HTML tagi 7 ta tagini o'rgandik, 4 ta CSS selector, box model o'rgandik. Mashq qiling. Bilim amaliyotsiz esdan chiqadi. Bugun o'rganganlaringizni kod yozib mustahkamlang. Mana bu saytlar orqali esa siz bugun o'rganganlaringizni takrorlasak bo'ladi. Hammaga rahmat. Keyingi darslarimizda sizlarni yana kutib qolamiz.